Xo'sh, esa boshimiz bu yerda HTTP hakkında so'rov, o'zi umuman so'rovlarni nechta ko'rinishda HTTP so'rovlari nechta ko'rinishda bo'ladi, nechta metodlari bor. Shu hakkında gaplashamiz. Navdan so'rovlarni qo'ydim. So'rovlar qo'yildi. Get, post, pat, keyin delete degan 4 dona so'rov edi, to'g'rimi? Xo'sh, ketamiz o'zi HTTP navliqidan. Bu web server va mijoz o'rtasida ma'lumotlarni uzatish uchun ishlatiladigan dastur qatlam protokoli. Protokollarni ko'rganmiz. Ishlatiladi internetda biror sahifani ochib berish uchun. Shunda bossak bo'ladi. Mijoz deganimiz foydalanuvchi, ya'ni biza brauzerga kiramiz, to'g'rimi? Telefondan bo'lsin, yo bo'lmasa kompyuterdan bo'lsin, brauzerga kiramiz. Ko'pchilik ishlatadi Chrome, to'g'rimi? Google Chrome. Chrome'a girasiz, keyin shu yerda ne yozadigan joyi bor. URL yozadigan joyi bor, to'g'rimi? Masalan, shu saytning domeni xabar.com. Masalan, shu saytga kirasiz. xabar.com degan saytga girish uchun Chrome'a girib, o'sha yerga yozishim kerak, to'g'rimi? Domen yoziladigan joyi xabar.com demanda enter bosaman, to'g'rimi? Keyin mana shunday xabar.comni saytini ochib beradi. Ana shu yerda nav jarayon bo'lganini ko'rib chiqamizda. Nechta ko'rinishda ochib berdi. Shu yerda so'rovlar ishlaydi. Aynan qaysi so'rov nechta vazifani bajarishini ko'rib chiqamiz. HTTP degani o'sha so'rov beriladigan umumiy protokol. Bu yerda foydalanuvchi biza berib turgan mijoz deganimiz, biza berib turgan so'rov egasi, ya'ni siz qaysi qurilmadan berdingiz, kompyuter yoki telefon, uni farqi yo'q. O'sha berib turgan odam so'rov berib turgan. Server esa o'sha veb-sayt joylashgan biror kattaroq kompyuter deb tasavvur etsangiz bo'ladi. Kattaroq kompyuter deganda katta shu personal kompyuter bor-ku, personal kompyuter pasında bloki bo'ladi, to'g'rimi? Shuning ichida kattaroq hajmiga disklar joylashadi. Kattaroq hajmiga disklar, kattaroq parametrga ega kompyuter deb aytamiz. Operativkasi ham uni tezkor xotirasi katta, protsessor umumiy doimiy xotirasi ham katta. Shuning ko'rinishdagi narsa server hisoblanadi. Ana shu endi veb-sayt nishab ochib beradi deganda, uni o'zida nav saqlaydi deganda serverga qo'yiladi uni, masalan, front-end degan narsa bizning ko'radigan interfeysimiz, to'g'rimi? Back-end degan qismi o'sha front-endni bog'lab beradigan qismi. Ya'ni biror knopkani bosgan vaqtda bir amal bajarami veb-saytda. O'sha bajariladigan amallar hammasi keyin baza turadi, to'g'rimi? Masalan, ma'lumotlar bazasi, fayllar joylashgan joylar misol uchun. O'sha narsalar hammasi yangi server deb nomlangan katta kompyuterda turadi. Katta xarakteristika parametrlarga ega bo'lgan kompyuterda turadi. Endi bu bir uzoq joyda tasavvur etinglar. Internetni chiqqancha ishlaydi. Internet daraxtga o'xshagan bir-birisiga bog'langan, to'g'rimi? Bizlar esa simlar bilan keladi. Simlardan keyin shu kichkinaroq joyda Wi-Fi tizimlarini ishlatamiz. Sim tarmoqni, to'g'rimi? Shungacha o'zi shu internetga kelincha hammasi simlardan tashkil topadi. Shu simlar boradidan biza qo'ygan saytni serverini o'ylanadi. Tushundingizmi? Ya'ni xabar.com degan misol uchun Amerikada bir joyida, bir rayonida server turibdi. O'sha serverga shu saytni joylashtiradilar. Tushundingizmi? Joylashtiradilar. Xotirasida turadi. Ana keyin biza shu saytni ko'rishimiz uchun prosta internetga so'rov bersak, xabar.com deb, o'sha Amerikada turgan shu saytni shu bazasidan ikkiladidan, server o'zining bazasidan ikkiladidan bizga ochib beradi. Tushundingizmi? Bu yerda o'sha narsa haqida gap ketadi. Endi xo'sh, you arrive
URI degan tushuncha bor. Uniform Resource Identifier degan narsa internetdagi resurslarni aniqlash uchun ishlatiladigan noyob identifikator. Bu web sahifa, fayl, rasm va boshqalar bo'lishi mumkin. Bu yerda o'sha serverga nomi joylashib turibdi aynan. Faylmi, masalan, doc ko'rinishda yoki PDF ko'rinishidagi faylmi, yo bo'lmasa web sahifami? Web sahifa deganda o'sha sarlavhalar turadi, matn xullas. Sizlar zapros so'rov bergan vaqtda Chrome'a girib ochiladigan veb-sayt, to'g'rimi? Veb-saytda matnlar, rasmlar ko'rinishida ma'lumotlar chiqadi, to'g'rimi? O'sha matnlar ko'rinishi web sahifa. Keyin rasmlarni tushundingizlar va boshqalar bo'lishi mumkin. Boshqalar video, audio ko'rinishidagi ma'lumotlar bo'lishi mumkin, to'g'rimi? O'sha har birisini URI beriladi. Tushundingizlarmi? Har birisini. Masalan, bir sayt bilan ikkinchi saytning farqi bormi? Demak, birinchi nomerlida birinchi saytni URI 1, ikkinchi saytni 2, uchinchi saytni 3, shunday nomerli. Shunday tushunsangiz bo'ladi. Endi buni har birisi bir nechta qismlardan tashkil topadi dedi. Sxema resurs turini unga kirish uchun ishlatiladigan protokolni belgilaydi. Masalan, web sahifalar uchun HTTP yoki FTP, serverdagi fayllar uchun FTP dedi. Sxema ko'rinishi protokolni bilasizlar, bilmaganlar uchun aytib o'taman. Bu internetdagi qoidalar bo'ladi. Masalan, qaysi qoida asosida web sahifani ochib bering degan narsa. O'zi qonun qoidalari bor, o'sha web sahifani ochishni. Ve shu qoidalardan birisi HTTP bo'lib turibdi, tushundingizlarmi? HTTP. Keyin host tushunchasi resurs joylashgan serverni belgilaydi. Aynan qaysi server ekanligi. Masalan, xabar.com Amerikada dedik-ku. Amerikada bir dona server bor emas-ku. Serverlar dim ko'p, haddan ziyod. Aynan host degani o'sha aynan qaysi serverda ekanligini topib beradi. Tushundingizlarmi? Serverlardan nomerlab chiqsak, server 1, server 2, host ya'ni aynan qaysi serverda ekanligini belgilab beradi. Keyin yo'l resursning serverdagi joylashuvini tavsiflaydi. Qaysi yo'l orqali boradi shuna serverga. Tushundingizlarmi? Mana shu narsa. Keyin parametrlar resurs so'rovi bilan birga uzatilishi mumkin bo'lgan qo'shimcha ma'lumotlar. Qo'shimcha ma'lumotlar degani aynan qaysi vaqt so'rov berildi, sana, keyin soatlari, shunday narsa bo'lishi mumkin. Umumiy ma'lumotlar xullas. Endi misol ko'ramiz. Shu o'rinda masalan ushbu sahifa uchun URI quyidagicha ko'rinishi mumkin. URI yana shuning ko'rinishidagi bo'lishi mumkin. Bu yerda https //yandex.ru https bizada HTTP ni shifrlangan varianti. Ya'ni HTTPS protokoli orqali yo'lni o'sha slash bilan bersak bo'ladi yo'lni. Tushundingizlarmi? Yandex.ru bu yerda HTTP sxema Yandex.ru degan host ekan. Ko'rdingizlarmi? Hostning ichidagi q deb turib keyin slash shu raqam bu yo'l. Shu yo'l orqali dedi boradi dedidan ko'rsatib beradi. Ana sulka navladan tashkil topganini ko'rdik. To'g'rimi? Xo'sh. Belari tushunarli bo'ldi. HTTP so'rovi 3 ta asosiy qismdan iborat bo'ladi. Ya'ni birinchisi usul. Mijoz serverda bajarmoqchi bo'lgan amal turini belgilaydi. Bu metod. Biz ko'rgan metod, to'g'rimi? Get, post, path, delete. Bu usul, metod ya'ni. Ikkinchisi yo'l bo'lishi kerak. Yo'l degan qism mijoz kirishni istagan resursini bildiradi. Masalan, aynan qaysi resursa so'rov berib turibdi. index.html degan bular tek web sahifani ochib beradigan, ya'ni matn qismi bor edi-ku. Yozuvlar yozilgan matn qismi interfeysda ko'rinadi. O'sha qismi index.html yoki bo'lmasa rasm ko'rinishida bo'lishi mumkin. Aynan qaysi fayllar
so'rov berib tursiz. Shu narsa ikkinchisi. Keyin uchinchisi sarlavhalar. So'rov haqida qo'shimcha ma'lumotlarni, masalan, kontent turi, kodlash, avtorizatsiya va boshqalarni o'z ichiga oladi. Sarlavhalarni biz sizlar bilan shu keyingi kunlarda ko'ramiz. Sarlavhalarni bugun tashladim, to'g'rimi? Keyingi tema shu sarlavhalar bo'ladi. İçine girib ko'ramiz. Aynan qaysi qismi umumiy ma'lumot bo'ladigan bo'lsa, so'rovda aynan qaysi qismi sarlavhaga giradi. Shu narsalarni ko'ramiz, chuqurlashib. Har bir HTTP so'rovi quyidagi qismlardan iborat bo'ladi. So'rov sarlavhalari, telezaprosa deydi. Yaxshi bellar kerakmidi? HTTP so'rovidan misol. HTTP ishining ko'rinishida so'rov yuboradi. Bu narsani bizlar ko'ramiz. Bizlar faqat ko'ramiz, Chrome'a girdik, so'rov berdik, xabar.com deb to'g'rimi? xabar.com deb so'rov berdik. Bizlar saytni ochib berdi. Shu narsani ko'ramiz. Aslında so'rov berganda birinchi sizni qurilmangizdan, so'rov berib turgan qurilmangizdan ishining ko'rinishida so'rov ketadi. Ko'rdingizmi? Ishining ko'rinishida. Bu yerda aniqlab turibdi get degan. Bizlar nomini beradi. Masalan, getdan so'rov berib turibdi. Get. O'z ishini olib turibdi, o'shani shu narsani hozir ekranda ko'rib turibman. To'g'ri? Endi bu yerda chiqib bo'ladi. Masalan, shunda veb-sayt turibdi. Yoki tasavvur etinglar, serverda bo'lamiz. Server. Web-sayt ochilishi uchun server. Bu request beradi. Ya'ni so'rov beradi. Request beradi. Ya'ni bundan so'raydi serverdan. Sen bana o'zingning ma'lumotlaringni berasanmi deydi. Ya'ni bu ma'lumot bu yerda gap turibdi, veb-sayt bo'lmoqda. Tushundingizmi? Veb-sayt bo'lmoqda. Veb-saytni ochib berish kerak bizlar. So'rovni berdi. Bunun içinde de tutak web-sayt, to'g'rimi? Bunun içinde metinlari bor, o'sha xabar.com'ning metinlari, rasmlari bor, videolar bor va boshqa ma'lumotlar bor, fayllar bor, xullas ketaveradi. O'sha ma'lumotlar turibdi, to'g'rimi? Bu server negadir bir Amerikaning bir joyida joylashgan. Bizlar u yana internetga chiqarib tarmoq orqali boradi, top o'zi. O'shaning so'rovini berasiz qurilmadan. Bundan so'rab turgan jarayoni o'shaning kodlari, o'sha so'rov jarayoni o'sha yer. Mendan modeli o'zingda turgan ma'lumotlaringni berasanmi deb so'raydi. Tushundingizmi? Keyin post zaпрос. Ya'ni bu keyin обратный запрос beradi. Agar internet ishlab turgan bo'lsa, sizda hamma narsa o'sha web-saytni ochish qoidalariga mos bo'lsa, tushundingizmi? Web-saytni ochish qoidalari bor. Web-saytni ochish qoidalariga mos bo'lsa, bu yuboradi. Tushundingizmi? Buning o'zining talablari bor. Mana shunday talablarni bajarib bersang dedi, men sana dedi, web-saytni ochib beraman, o'zim ichimda joylashgan dedi. Agar shu talablarni bajarsa, sizni berib turgan qurilmangiz post zaпрос beradi. Post. Bu response deb ataladi. Response deb ataladi. Bu nani javob berishi. Serverni klientga mijoza javob berishi. Ya'ni agar qoida asosida bo'lsa hamma narsa, demak bunga veb-saytni ochib beradi. Mana shuning ko'rinishida ishlaydi. Keyin bu yerda pat degan narsa bor. Pat degan so'rov autentikatsiya qismini bilasizlar, to'g'rimi? Login parol yozib berasizlar-ku. Login parol yozib turgan vaqtda bazasi bilan tekshirib ko'radi, to'g'rimi? Bazasida bo'lsa, shu login paroli sizga tizimga girishga ruxsat beradi. To'g'rimi? Tushunyapsizmi sizlar? Masalan, biror saytdan ro'yxatdan o'tdingiz, ism familiya yozdingiz, boshqa ma'lumotlaringizni yozdingiz. Keyin loginingizni yozdingiz, parolni yozdingiz oxirida, to'g'rimi? Keyin ro'yxatdan o'tdingiz shunda. Endi siz tizimga girasiz. Tizimga girish uchun, girib ichindagi resurslardan foydalanish uchun login parolingizni yozishingiz kerak.
ve kirish tugmasini bosishingiz kerak, to'g'rimi? Aşağı autentifikatsiya qismi bo'ladi. Login parolni yozib, tugmani bossangiz, baza bilan tekshirib ko'radi, o'zining bazasi bilan. Agar haqiqatda bazasida bo'lsa, sizni tizimga kiritadi. Endi pod qismida pod so'rovi ashi bizga kirizgan login parol bor-ku, shuni o'zgartirishga so'rov berish. Ya'ni siz qachon ashi o'zingizning login yoki parolingizni o'zgartirajak bo'lsangiz, yoki o'zingizning ma'lumotingizni o'zgartirajak bo'lsangiz, pod so'rovi beriladi. Tushundingizmi? Postni pod o'tmasdan burun postni ko'rinishini berishimiz kerak. Shu narsalarning hammasini birma-bir tushunib chiqishimiz kerak sizlar bilan. Index.html ya'ni umumiy taglar joylashgan fayl, ya'ni veb saytni ochib beradigan qismi index.html. Bu narsani frontendda ko'ramiz sizlar bilan. Frontendda birinchi boshlanadigan qismi HTML dan boshlanadi. Mana shunday index.html yozib, umumiy hamma fayllarimizni shu yerda joylashtiramiz. Host degani example.com, xabar.com degandan domen. Sizlar qaysi saytni ochsak bo'lsa, shu narsa. Keyin boshqa ma'lumotlar bor. Tili bor, misol uchun connection clause bajarilgan ham yopilgan. Postni narsani bunda o'xshaydi. Yo'q, bu dasturlashtirgan. Yo'q, postni bermabmiz. Postni orqalardan ko'rsak bo'ladi. Bu get so'rov. Get so'rov o'zining ichida ishning ma'lumotlarini oladi. Shuni bilib qo'yishingiz kerak ekan, ko'rdingizmi? Bir ko'rganda boshqa vaqtda ishlar bo'yicha nalar tushadi. Har birisi bo'yicha CTFda savollar tushadi. Shuning uchun har bir ma'lumotning nima ekanligini bilib qo'yishimiz kerak bu yerda. User agentdan biz haqqimizda ma'lumot, foydalanuvchi haqqında ma'lumot. Masalan, qaysi brauzerdan foydalandi, Mozilla versiyasi 5.0, qaysi qurilmadan foydalandi, qaysi operatsion sistema ishlatdi, Windows NT 10, Windows 64lik, 64 razryad va hokazo narsalari bor. Xo'sh, pod tushunarli. Azundan ham ko'ramiz. Post bilan podni narsani inchik ko'rinishda bo'lishini, keyin delete bor, ma'lumotingizni o'chirib tashlash saytdan. Bu o'zi tushunarli, to'g'ri? Deletedan, o'sha o'rinda deletedan so'rov yuboriladi, yana ko'rdingizmi? Deletedan, bu yerda get bo'lib turibdi, unda delete turadi. Mana shunday so'rov. Keyin hit degani bor ekan, getga o'xshash, lekin xabar tanasisiz faqat javob sarlavhalarini qaytaradi. Bunda quruq sarlavha qaytaradi ekan. Hit o'zi ma'lum-ku, nomundan ham to'g'ri. Hit bosh. Ya'ni sarlavhalarni qaytaradi ko'rib. Necha sarlavha bo'lgan bo'lsa, masalan, birinchi bob, ikkinchi bob, shunday narsa. Options belgilangan resurs uchun qaysi usullar qo'llab-quvvatlanishi haqida ma'lumot so'raydi. Belgilangan resurs tushunarli, nechta ko'rinishda matn, fayl farqi yo'q. Qaysi usullar qo'llab-quvvatlanishi haqida qo'llab-quvvatlanish haqida ma'lumot so'raydi dedi. Bu sozlamalar bilan bog'liq o'xshaydi. Bu yerga kerakmaydi hozir. Xo'sh, holat paneli. Ana endi buni ham alohida o'tamiz, lekin bir yuzaki tushuntirib o'tganim yaxshi. Holat paneli degan narsa bor ekan. Bu holat satri, bu server javobining so'rov holati haqida ma'lumotni o'z ichiga olgan qismi. Endi qaranglar. So'rov berildi-ku. So'rov veb saytda so'rov berdik, xabar.com deb, to'g'ri? Keyin buning jarayon gitdimi? Get zapros gitdi. Keyin server get zaprosni oldi va post zaprosi yuborish kerak-ku. O'sha joyinda aytdim yana, ma'lum qoidalari bor. Qoidalarga bo'ysunsa, shunda veb saytni ochib beradi bizlardan, to'g'rimi? Agar o'sha qoidaga bo'ysunmasa, bizlarga shu kod beradi. Shunday ko'rinishda. Qoidaga bo'ysungani 200 OK degan kod beradi. Bu veb saytni muvaffaqiyatli ochib berdi. Agar qoidaga bo'ysunmasa, aynan nima uchun bo'ysunmadi? Tushundingizmi? Yo serverning o'zida muammo bormi? O'sha narsalar 404 dan topilmadi
Ya'ni sizə bərk turgan so'rov, ya'ni xabar.com ishlamaydi turgan bo'lsa, o'chirib qo'yadi uni va so'rov bergan vaqtingiz 404 dan xatolik beradi. Ya'ni serverning ichidan qidiradi xabar.comni, u yo'q. Tushundingizlarmi? Keyin 500 da ham bor. Ichki server xatosi, server bilan muammo bo'lsa 500 da ham xatolik beradi. Buning xatoliklar turi ko'p. Ularni alohida ko'rib chiqamiz keyingi mavzularda. Tushundingizlarmi? Sarlavhadan keyin yana bir mavzu, undan keyin bo'lishi kerak xatoliklar. Xo'sh, bularni ham keyin ko'ramiz. Bu yerda JavaScript dasturlash tilida get so'rovlar, umuman get, post keyin ham nima ishlatyapti. Ikkita ekan. Get va post so'rovlar ikki ko'rinishda yuboriladi. Shu narsa.